Külke canның oziqi. Shundaq bugun kechiligimizmi kulki izlab kelgan barliq tomoshabinlarning hurmati uchun albatta. Undaq bo'lsa diqqatinglar tuvandagi etotda bo'lsin. Etot xislatlik tevib. Marhamat. Teviplavның şahi pirman. Tomu tutup kisel körmen. Muqim dükkan bulmagaç mende koçalarda minip sürmen. Teviplavның şahi pirman. Kisellerini qarab bilemen. Saqaymısı mening bimarim, onun üçün özem ölümen. Teviplavның şahi pirman. Mikroplarını haydap sürmen. Doğram küçtüp boğaçkı mening. Xotlanmay boy takşırmen. Teviplavның şahi pirman. Aciz erge doğru berimen. Ağvatlarını özgertip şırğa, saqaymısa pulunu berimen. Teviplavның şahi pirman. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Ha, anlasam muşu etrafı bir tevip kepti kemmeş. Danlıq. Ha, dağlak tevip. Göher yatıda olsayda, tanımısın hemi fayda. Vay, siz şu tevip şu ma? Berhaq. Ha, dağlak tevipken sizde. Kamini fakir, maavın mudur firauc, DVD, VCD, TVB diyen men şu. Ha, bu hacım ka bu. Bu tevip diyenin unvan olmaydı da, bu unvan nasıl nedim belge? Dadam belgen. Sizinki isminiz? Kamini fakirinin isim zatı İbn Sina, Lokman Hakim, Hazibay, xislatlik tevip Şileyli. Ha? Nın bir kanunluk varisi. Abduvaki, Abdusattar, Abdujabbor Hakim. Hacım ka sizler heremke hecik var ama. Yo'q, men haramga hajga bormagan. Lekin Qashqa hazratga ikki qatim gajga borgan. Yok men isimlerinden keyin hacım diyen gep bayka emas mi? Şunu sorap kaldım. O mening ismimdan keyin emas oldi. Hozirgi var atam mening ismimni og'zilab amallab, ismimni Hojim deb qo'yibdi-kan. Anda olsa men izlayotgan tevip. Sizlar emasdi. Men shudu. Anda olsa yaxshi gap. Hacım ka manda gap. Anamning tazı mijozi yo'q. Ko'rsatmagan doktorxona qilma deb tazı unumimi de. Xo'sh. Şuna bir uyga yurib bir ko'rib qo'yam ki deb. Fikam, bu doktorxona degan kasal davolaydigan yer emas. Voy, bu nim deganingіз ham da. O bu doktorning oldiga borsa, sizlarni bir nim degan. Ama sizning oldingizga kelsa ham doktorning bir nim dedingiz ham da. Fikam, doktorlar bizni ko'ranmaydi. Do'qchi aptop tilisa, matangchining ochiq kepti degan gap bor. Doktorlarning maqsadi kasal tepish emas, pul tepish, pul. Ay, ma gapingiz qamlashmaydi hacım ka. Fikam, o'ylab baqing. Bo'lmasa doktorlar rentgen, B-chow, C-chow, CT deb ayrim silib pul ilib yurmay, eng yomonidan birsiga sanmabdi. Bu gapingizmi qo'y? Lekin ay doktorlar aş üç kunlarda tapamagan kasalni siz qanday tapsiz hacım ka? Estağfurullah. Fikam, mana biz qarab, purab, so'rab, tutib bilaman. Alayliq. Mana sizning hozir chiroyingizdan chiqib turibdiki, mizojingiz bo'shab, xilitlaringiz tangpunliqni yo'qotib, badaningizni balg'am chirmab ketibdi. Safro o'rlab, savdo tuvallab ketibdi. Ko'rilishga bo'ladiki, levingizda gaz, tishingizda daz, qopqingizda bez bor ekan. Adam qo'rqatma hacım ka. Mana, qarang, men gap qilib bo'g'ich qo'rqayotganingizni qaraganda, sizning yuragingizmi ojizlashib ketibdi. Mana buni biz o'zimning tibobitimda zaifi yurak. Ne bir yo'q gapni qilma, yurgam saqmaning ka. Vaqirman. Mana bu vaqirgingiz qaraganda chiqib turibdiki, sizning nervingizdami asroq masala ekan. Ama siz bayatın sap-saqda. Demek o'zingizning sog' yoki sog' emasligini bilmayapsiz. Şunun qaraganda sizde esini yo'qotish kesilama bor ekan. Akalam. Nima? Pulu yegan qo'lingizni.
Abla, men poloni qo'shiq debkanman. Nemi kan qo'lingiz o'zi akilivering ha? O'ng qo'lingizmi shu, ha? O'ng qo'lim shu. Ha, to'g'ri, sağ taqmagandan o'ng qo'lmi shu. Hacımka tumanım nereden tuttu? Ey oqsoqol ukam, bu degan mening dadamdan qolgan maxfiy resept. Mana bu 5 barmoq 5 a'zoga vakillik qiladi. Qo'lning olqini qo'saqqa, dumbisi muriga vakillik qiladi. Tilingizni chiqaring. Ha. Yo'g'oroq chiqaring. Tilingizga birisi dasib olmagandan keyin uzunroq chiqaring. Chiqaring. Bo'ldi, tilingizni tating. Çatak yoktu. Hay, tilingiz ishning tilidek vildillab ketdi. Kesal xilaba. Nima kesilkanman? Alomatlaringizdan qaraganda sizning hozir mubtalo bo'lgan kesalingiz vatatakkur kesili. Vatakkur. Vatakkur emas, vatatakkur kesili. Vatakkur kesili degan nima kesal? Vatatakkur kesili deganimiz illati mashoyix degan kesal. Illati mashoyix degan qanday kesal? Illati mashoyix deganimiz saqaymas kesal. To'g'ri. Bu ajab anlab bakmagan bir kesal ekan. Hozir zamonning taraqqiy qilishiga ergishib kasallarni taraqqiy qilib menotidi. Mana bu kasal mening tunji tadqiqot mevam. Shu men bu kasalga vatatakkur kesali deb nom berdim. Bu kesalning bir aniq tushunishlik nomi yo'qmi? Bah, Nima? eshak sukumi. Eshak sukumi? Eshak sukumi deb zukan bormi? Albatta bor. Masalan, hozir yangidan paydo bo'layotgan qush sukumi, yılan zukumi, qirg'oq zukumi, degandek nurg'un zukamlar bor. Mana siz dal eshak zukumi. Bu kesal eshakdan yuqamda. Albatta eshakdan zuqudi. Chunki eshakka maska tatqili bo'lmagan ekan. Ishchik taqaydi, ishchik zuqudi. Nachiz jonni oladi. Endi buning doğrusu Yo'q. Saqaymaydi, qat'iy saqaymaydi. Ha, lekin ko'nglingizni yarim qilmang. Mana men saqayta olayman. doğrusu bormi? Doğrusu bormi? Mana Mushu aeroplan mı doğru oxşamamda? Ay, bu aeroplan doğru emas. Mana shu doğrularning hammasini aeroplan orqali yo'tkab olib kelgan. Nerede? İtalya, Albaniya, Germaniya, Yaponiya, Koriya, Roziya, Roziya ham uyalardan olib kelgan. Hacımka ben mush doğrunu isem saqib ketaman. Ukam, jon Xudoning, tan tuproqning. Biz faqat sababkor. Endi saqib qolsangiz, do'stya birodarlaringizni jiqroq boshlab kelasiz. Menda alomat yaxshi to'g'rilab bor. Baqni kuchaytiradigan, börek quvvatlaydigan, xaltadagi suv yo'qotadigan dorilar bor. Mana shu börekni kuchaysak, butun raisiy a'zolarning hammasiga foyda qiladi. Ayak ben börekten doğrusu ama eşek sükümden doğrusunu elivereyci. Ma belen doğrutu. Mayli ukam ko'nglingiz, o'zim taqshab beray, ha? Ma'qul. Hacımka Xo'sh. mushu doğrulunu istemem saqib ketem deme ya başka perz mi tutam deme. Ha, ukam, endi boshqa farz tutsiz bo'ladimi? Shu tomoq deymiz, hamma narsaga farz tutmasangiz bo'lmaydi. Masalan, Masalan, yemek içmek, açık su, laza, spirtlik narsalarga alohida diqqat qilishingiz kerak. Bo'libmi qoqlagan, qovurgan, horda pishirgan, to'noq yoqqan, etiz eriq, shoxti pishgan narsalarga hargiz yaqin kelmang. Qaynoq suv, so'g'oq suv degan narsalarni hargiz ichmang. Bo'lmasa to'g'ri tepmaydi. anda olsa nima içsem bula? Erkek su. Yamg'ir suv ya? Ukam, bu erkek su deganimiz qurib ketgan daryoning suvi. Ma'qul, ma'qul. To'g'roqning suyimi bo'ladi. Ma'qul. Mana. Bu doğru neçe pul oldu hem de? Siz nereden ukam? Hemen Qashqardan.
Unda bo'lsa ikimiz bir juftlik emas ukam, sizga azara qilib beray, ya. Voy, sizmi Qashqadimmi? Yo'q, men xotindim ukam. Ikkisi qanday bir jut bo'ldi? Ukam, biz burun xotinga mang'ich Qashqadan o'tdik. Bo'ldi, jutozlik qilmang. Ma'qul. Nech pul oldi? Endi ukam, qarasam siz onangizga vafodor, esil bola ekansiz. Shuning yuz xotirsini qilib bo'lsa-mu, endi boshqadan bo'lgan bo'lsa 240 gan olatdan. Siz 240 qo'ying. Bu ikkisi o'xshash gap-ku. O'xshamaydi. Birisi 240 gan. Yana birisi 240 qo'y. Baha o'xshash bo'lgan bilan sizning dorilaringizning tarkibi o'xshamaydi. Men sizning dorilaringizga alovitan, qalampur, qovzaq dochin, pil, chavrofta asmoniy, sana ham dadur ketib qo'ydi. Sana. Dadur. Bu sana degan odamning ichini surdi. Bu dadur degan odamning ichini qatirdi. Siz bu kasbni nereden öğrengen? Men dadamdan o'rgangan, dadamdan udim qolgan. Dadanız hayat mı azı? Dadam hayat, lekin dadamni izlab shurman. O menga butun udumlarni berib o'tgan. U hozir kasbga borolmaydi. Dadanızın ismi neydi? Dadam Xotan diyoridagi dangliq milliy tibobat olimi, Xo'ja Abdul Ahad. Hoca Abdullah. Xo'sh. Köre köşede üyü var. Xo'sh. Taşkörük şifaxonasini açkan Hoca Abdullah emas da? Xo'sh, mana sizmi dadamning muborak nomini anglab ekansiz. Tova. Mengo şu adamның balası. Dadam sizni qachon topgan bo'g'iydi? To'la chaqchaqiming afkam. Sana çaqchaq qilgan kimning cho'li seva? Sen gapini qilgan Hoca Abdullah degan mushuda? Naqmish odam shu. Emas, yeni dikischa. Yeni dikisi u men emaskanman. Yeni dikisi men. Shundami? Mana men xotinlik. Birni bir deyman. Mana men haqiqiy millat ibobat varisi. Men sening mushu etraf dadamning nomini sitib, boshqalarning qaq sot qilayotganligini anglab, atayin xotinlik kelishim. Sana o'xshash bir qism saqtpaz tüyüplar bizning dunyoga mashhur Uyg'ur tibobatchiligimizning ham doktor tüyüplarimizning yuzini to'kyapti. Tovdislar ukam, tovdislar. Men bir avizchilik yuzini to'ksam to'kaman, qasirning yuzini to'kmaymi juma. Mana Nega? Doğru tekshirish idarasi qurib, mana bu dorilarning tekshirtimiz. Qolgan gapni asha deyishimiz. Mana. Ukam bu. Mana.